Hello guys. Salom yigitlar. Islam, you're here. Islom, Congratulations. You made tabriklayman. it. The Sen 17th straight ketma-ket win. 17 ta g'alabali It was a seriyaga tough fight erishding. to get there, Bunga but yetishish how oson good do bo'lmadi, you feel lekin sen right now, uddalading. having O'zingni accomplished what bunday no one katta else in the muvaffaqiyatga history of our erishganingdan sport keyin has ever qanday done his before? qilyapsan? I feel happy. Thanks so Baxtliman, much. rahmat Be katta. hard fight. Qiyin jang bo'ldi. It's good fight. Jang Good menga opponent. yoqdi, raqibim ham yaxshi edi. And now it's Endilikda bu no more rekord Anderson Silva. Silvaga emas, Islom Maxachevga tegishli. Menga bu yoqmoqda. What about the fight maybe Seni bu surprised jangda you the ko'proq nima most? Was it hayratga like his soldi? Uning resistance on the takedowndan himoyalarimi takedowns yoki and strikingdagi striking, if mahoratlari? anything at all? Uh, Bilasan, Ian is Ian good yaxshi opponent, raqib. And Lekin very joyida hard to turib fight with kutadigan someone jangchiga who qarshi stand urushish and juda wait. qiyin. U He faqat just meni waiting. hujumga o'tishimni kutardi. And very Bunday hard to uslubga show qarshi good yaxshi chiqish performance with namoyish someone etish like deyarli that. imkonsiz. He Tik holatda men uning oyog'ini ko'rib turardim va takedownga olishga harakat qilardim. Ha, unda yaxshi himoya bo'ldi. but very Lekin hard to show aytganimdek, good bunday performance jangda with yaxshi chiqish someone like namoyish qilish juda qiyin. You clearly won the first two Dastlabki 2 rounds, and raundni sen then mutlaq two of the o'zingniki judges qilding. gave him the 3 third va and the 4 fourth. raundlarni So 3 it ta was, hakamdan pretty ikkitasi close in Ianga that fifth berishdi. round. Did you 5 feel raund like you tenglashib needed to qolish go ehtimoli and, katta get edi. that Sen u yerda takedown bosim with a qilish few minutes kerakligini left and anglab just yetdingmi close the jangni fight kuchli strong? yakunlash uchun? Ha, of ulardan course, this ba'zilari is Geriga 1 raundni, some of them 4-raundni give 1 berishdi. rounds or 4th rounds, Lekin but men 5-raund I feel boshlanishidan I oldin won 3 ta the 3 raundni rounds o'zimniki maybe qilganimni his before the qilib last turardim. round. Lekin Habib But va boshqa Habib and burchakdoshlarim menga Volkov 5-raundni have to yutishim win the kerakligini last aytishdi. round. And Oxirgi in raundda the men last bilardim round, uni I takedown feel I qilishimni, unga can bosim do, qila I olishimni can bilardim, take him chunki down, 3-4 do something raundlar small, unchalik qiyin because kechmadi va menda hali hamon because 5-raundga 3rd and yetarli 4th kuch round bor edi. not like very Men hard, jang and oxirida I have oxirgi raundni yaxshi power yakunlab ketish uchun o'zimda to energiya borligini finish, sezib turardim. to show the good performance end of the fight. Sen uni ikkinchi And you raundda dropped him with boshqa that oyoq head zarbasi kick bilan in the knockdown holatiga second. Did tushirding. you think you were O'sha gonna be able lahzada to get jangni him out of yakunlab qo'ya there in olishingni that his moment? qildingmi? Just told Ha, in men social buni media, keyinchalik mediada be ko'rdim. happy I Ian don't baxtli have edi, chunki big u leg, yerda meni I faqatgina just oyoq catch him barmoqlarim with my tegdi. fingers, Uning jag qismiga to'la and oyoqlarim tegmadi. it's good shot, Yaxshi zarba edi. After Shu that, zarbadan keyin I men try qo'qqisdan to oldinga limit some intildim. punch, go Emotsiyalarimni crazy, nazorat qila don't olmadim control my emotion, and va deyarli uni yakunlab almost win the qo'ygan edim. submission. How do you feel Jismoniy physically jihatdan after bu the fight? jangdan keyin Obviously o'zingni some qanday his bruising. I know qilyapsan? you were hoping Bu to yerda get out of ozgina this one shishlar and maybe ko'rinmoqda. turn Umid around qilamanki, oxirgi faster than jangingga last qaraganda time. tezroq qaytasan. Yeah, he give me Ha, u meni yuzimga bir nechta too many gematomalar berdi. scratches, he give Va me ha, bu juda qattiq zarba very edi. U hard bosh headbutt qismining orqa end of tarafi the bilan 4th round 4-raundda in my mening neck and lablarimga spine. tegdi. You can see Efirda qayta ko'ringanida bu holat men uni takedownga olayotganimda yuz berdi. Va bundan tashqari bilmayman, o'sha holatda mening burnim ham qonayotgan edi. Va shundan keyin qon to'xtashi qiyin bo'ldi. Bilmayman, hozir burnim singan bo'lishi ham mumkin. Va bu haqiqatdan ham og'ir bosh orqa qismi zarbasi edi. Lekin bu men uchun okey. Qiyin janglar seni rivojlanishingga imkoniyat yaratadi. Men o'zimni rivojlangan his qilyapman. Men hali hamon biroz 77 kilogramm uchun vazn olishim kerak, kattaroq ko'rinishim kerak. Menda vaqt bor. Va menga ko'rsatilgan bu jang va hamma tomosha qilgan bu jang mening faoliyatimdagi eng qiyin jang bo'lmadi. Va men uchun muhim emas jang qanchalik oson bo'ladi yoki qiyin. Jangning dastlabki soniyalaridan to oxirgi soniyalarigacha men urushga boraman. Men har soniyada jang qilaman. And Habib what senga jangdan keyin nima dedi? Va bu qanchalik you ahamiyatli got this sen, 100th win Umar, for you, Usman va Umar, Habibning and g'alabasi Khabib 100 tadan Usman oshgani. in MMA? Biz hali bu haqida gaplashmadik. Lekin hali hamon biz dunyodagi eng zo'r jamoamiz. Keyingi hafta jamoadoshlarimizdan 3 kishi Mayamida jang qiladi. Umar Shanxayda jang qiladi. Bilasan, bizning zalimizda juda ham ko'plab qotillar bor. Ular bizning janglarimizni, karyeramizni kuzatib borishadi va har kuni mashq qilishadi. Abdulmannabning merosi davom etmoqda. Biz o'sib borayapmiz. Va bizning zalimizdan hali ko'p yigitlar chiqadi. And just last Mendan for me, oxirgi savol. there's U yerda videoni videos ko'rdim. of Orqa Carlos sahnada Prates and Michael Morales va Carlos backstage Prates arguing kamar about who jangini should kim get the olishini title muhokama shot against you qilishayotgan edi. next, and they both won Ularning it. They both ikkalasi ham think they deserve xohlashmoqda, it. ikkalasi How do ham you feel? munosib. Bunga fikring qanday? Bilmayman kimni tanlashni, kim bo'lishi muhim emas. Ehtimol ularni bir-biriga qo'yib bering. Ular bu karta ham jang qilishi mumkin edi birinchi raqamli da'vogarlik uchun. Lekin nima bo'lsa ham men baxtiyorman. Bizning divizionda haqiqiy da'vogarlar bor. Prates, Morales, Shavkat, bu yigitlar meni har kuni mashq qilishim uchun undashadi.
Ular sabab har kuni ko'proq mashq qilaman. Chunki ular haqiqiy jangchilar menga yaxshi jang namoyish eta oladigan. Siz Rossiyada ishlaysiz va har doim uyingizga turli xil sinalmagan ilovalardan pul yuborib, juda ko'p pand yeyapsizmi? Unda Tezda ilovasi aynan siz uchun. Tezda ilovasidan ayni paytda 500 ming yaqin insonlar foydalanib kelishmoqda. Ilova orqali Rossiyadan turib uydagilarni Uzcard va Humo kartalariga yuqori kurslarda pul yuborishingiz mumkin. Hoziroq ilovani yuklab oling. Tezda sinalgan ilova. Islam front right here, other side. Islom, men bu yerdaman. Har raund orasida shunday ko'rindiki, Ian Garri senga nimalardir gapirayotgan edi. U seni boshingga tegib quchoqlashga harakat qildi. Hatto 5-raund oldidan u shunday qilgani Dana White'ga yoqmadi. Bro, ochig'ini aytsam, men ham buni tushunmadim. Bu jang. Bu qandaydir har bir raund oralig'ida bir-birini quchoqlaydigan tadbir emas. Biz urushga kiramiz, yuzimizni va ko'zimizni yo'q qilish uchun. Shuning uchun, bilasan, men hamma raqiblarimni hurmat qilaman. Lekin Ian bilmadim, u keragidan ortiq hurmat ko'rsatdi. U senga jangdan keyin nima dedi? Ha, shunchaki oldimga kelib, men dunyodagi eng zo'r jangchi bilan urushdim. Va men uni hurmat qilaman, u yaxshi bola. U mehribon. Ammo bu urush, meni yuzimga qarang. Men bu yerga faqat hammani mag'lub etish uchun kelganman. Bu qandaydir ko'rsatadigan o'yin emas. Bu haqiqiy urush. Tabriklayman. Rahmat og'ayni. Islom, bu yerdaman. Jang davomida Ian Garri seni tizzangga ko'p zarbalar berdi. Va sen unga qandaydir gaplar aytding. Sen unga nima deding? Ochig'i, men uni har bir zarbasini ko'rib turardim. Bu tepishlar meni bezovta qilmadi. Biz jang lagerida buni ustida ishlaganmiz. Chunki u aynan shu zarbalar bilan meni jarohatlashi mumkin edi, lekin bu jangda menga hech qanday jarohat yetmadi. Ha, u qorin qismimga bir nechta yaxshi zarbalar yo'lladi, lekin ular ham menga unchalik ta'sir qilmadi. Yaxshi zarbalar edi, lekin ikkinchi raund oxirida u barmog'i bilan ko'zimga zarba berdi va ko'zim shikastlandi. Va aytib o'tganimdek, bir joyda turib olib, faqat seni kutadigan jangchiga qarshi urushish qiyin. Bu qiyin bo'ladi, jangchi faqat kutsa va oldinga bormasa. Islom, juda ham ko'p insonlar bu jangdan oldin Ian Garri sening faoliyatingdagi eng qiyin raqib bo'ladi deb aytishayotgan edi. Va sen u bilan 5 raundni qafasda bo'lishding. Aytishgan edi-ku, faoliyatingdagi eng qiyin raqib bo'ldimi? Lekin agar unday bo'lmasa, uning darajasini qaysi o'ringa qo'yasan? Ehtimol top 3talik, bro. Lekin Avstraliyadagi Volkanovski bilan birinchi jang bu juda ham qiyin edi, bro. U menga faoliyatimdagi eng qiyin jangni bergan. U har bir soniyada oldinga borardi, u kutmas edi. U to'xtamas edi. Eslayman, o'sha vaqtda bu juda qiyin jang edi. Bundan tashqari butun arena uni qo'llab-quvvatlayotgan edi. O'sha jang paytida u zarbasini hatto tekkiza olmasa ham butun arena baqirib yuborardi. Bu jang ham menga qiyin bo'ldi. Agarda sen oktagon ichida qanchalik ko'p vaqt o'tkazsang, bu senga shunchalik rivojlanish imkoniyatini beradi. Agar sen raqibingni birinchi raunddan nokaut qilib qo'ysang, bu jangda sen katta tajriba ola olmaysan. Lekin sen 25 daqiqa oktagon ichida jang qilsang, bu senga haqiqiy rivojlanish imkoniyatini beradi. Sen o'zingga katta tajriba olasan. Qafas ichidagi sekundlar, daqiqalar bu senga haqiqiy tajribani beradi. Va sen har jangdan jangga ko'proq tajriba olib boraverasan. Islom, sen aytib o'tdingki, endilikda sen yanada ko'proq vazn olishga e'tibor qaratasan. Haqiqiy 77 kilogramm vazn jangchisi bo'lish uchun va sen oktagon ichida o'z raqiblaring bilan hajm borasida qanday tafovut sezayapsan? Ochig'i bilmayman. Menimcha Ian Garri bu jangda mendan bir necha kilogrammga og'irroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin birinchi jangda men bilamanki, juda ham ko'plab diqqat e'tiborimni va kuchimni vazn olishga qaratgan edim. Va aniqki, aynan o'sha jangda men bu jangimga qaraganda kattaroq bo'lganman. Va hozir ham qiladigan ishlarimizdan eng muhimi aynan shu, qanday qilib kattaroq bo'lish va qanchalik ko'p vazn olish. Lekin men 77 kilogrammda qolaman, 70 kilogrammga qaytishni xohlamayman. Chunki aytganimdek, men bu vaznda har bir daqiqadan jamoam va do'stlarim bilan jang lagerida rohatlanyapman. Chunki umri davomida 7 kilogrammdan oshiq vazn tashlamagan odamlar buni qanchalik qiyin ekanligini tushunishmaydi. O'sha vaqtda sen shunchaki qattiq mehnat qilishing kerak va diyetaga rioya qilishing kerak. Shuning uchun hozir men 77 kilogrammda jang qilayotganimdan zavqlanyapman. Shuning uchun men 77 kilogrammda faoliyatimni davom ettiraman va hali ko'plab janglar o'tkazaman.
will. Thank you, guys. Thank you so much.